Hamma kutgan burma chakchak videosi sirlari bilan. Toza va quruq idishga 5 ta tuxumni chaqib yaxshilab mikser qilamiz. Oppoq penka bo'lgandan keyin qoshiqning uchida chaynak soda solib, yana mikser qilamiz. Unni elab solib, yumshoqqina xamir qilamiz. Har 15 daqiqada ichiga muzlab 2 marotaba tindirib olamiz. Xamir yoyishdan oldin 1 litr yog'ni past olovda qizdirib qo'yamiz. Yupqaroq qilib yoyamiz. Ustidan 1 qoshiqni o'simlik yog'ini solib, yaxshilab yedirib boramiz. O'rtasidan buklab, ustidan juva yordamida tekislab olamiz. 10 cm dan o'lchab kesib olamiz. Iynaga 1 cm dan sal ingichkaroq lentachalar kesib olamiz. Lentachalarni poki paddon yoki bo'lmasam faner yoki kartonga qo'yib quritib olamiz. Sochiq yoki dasturxon solmaymiz tagida. Men chakchak qilgan kunim havo ham bulutli va dim bo'lgani uchun 1 soat tursa ham umuman qurimadi va ventilyator yoqib quritishga majbur bo'ldim. Quyoshli va shabada havo bo'lsa, 15 daqiqa u tarafi, 15 daqiqa bu tarafini o'girib qo'ysanglar, birpasda qurib oladi. Meni qozonimni tegi kengroq bo'lgani uchun 12 donadan solib qovurib oldim. Yoki solganinglardan keyin 10-15 sekundda yuzaga chiqisha boshlaydi. O'sha paytda vilka bilan bir-biriga o'ralashib qolmasligini oldini olarasizlar. Hammasi buralib chiqadi va bo'ldi, tayyor, o'zi qovuriladi demanglar. Yog'ga cho'miltirib qovurish kerak. O'shanda ichlari bilan ko'krozniy bo'lib qovuriladi. Like bosib saqlayni qilib qo'yinglar. Qurbon hayitga mazgina qoldi. Shunaqa ishonchli retsept qidirib qolasiz. Pishgan chakchaklardan shunaqa ovoz chiqadi.